Assalomu alaykum. Hurmatli aziz challenge ishtirokchilari, barchangizga xayrli kun, xayrli kech. Agar siz bu darsni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak siz 3 kunda -6 kilogacha ozish va yangi menni kashf qilish bepul challenge ishtirokchisiz. Va ushbu challenge men Ditok Dilyasidinovni tashkil qildim. Maqsad nima? Avvalambor juda ko'p ayol qizlar ortiqcha vaznga ega bo'lishadi, energiyasiz bo'lishadi yoki stresslarga berilib ko'p ovqat yeb, haddan tashqari ozib ketib yoki semirib ketib, figurasiga, qomatiga va sog'ligiga bee'tibor bo'lishadi. Va O'zbekistonda nima ko'p? Kurslar ko'p, marafonlar ko'p, dietologlar ko'p. Hammani ham dietologga sharoiti yetmaydi yokida qatnashsa ham ishonch oqlanmagan bo'ladi. Ya'ni qayta semirish sabablari yokida ozolmay qolish sabablari juda ham ko'p bo'lgani uchun men katta masshtabli shunga o'xshagan challengelarni tashkil qilib, ayollarga bepul bilim beraman va ayollar o'zlarida bu narsani sinab, semirishning asosiy sabablarini bilganidan so'ng unga to'g'ri yechim berishni mustaqil bilsa, o'ziga o'zi dietolog bo'la olsa, shunda men maqsadimga erishgan bo'laman. Mana shu 3 kunlik challenge-ni sizlar uchun tashkil qildim va bitta o'zim emas, ushbu challenge-da siz naqd 3 ta mutaxassisdan 3 kun davomida bilim olasiz va bittagina jonli efirimiz bo'lib o'tadi. Ushbu jonli efir hali qachon bo'ladi? Uni ham alohida Telegram kanalim, shu yerda silka chiqadi. Shu Telegram kanalimda bo'lib o'tadi. Ushbu 3 kunlik challenge-da siz mana shu mutaxassisdan bilim olishdan tashqari nimalar organizmda sodir bo'ladi? Men slaydlar bilan sizlarga tushuntiraman va menyuni ham albatta tushuntirib o'taman. Birinchi o'rinda bu qisqa muddat. Qisqa muddatda -6 kilogacha dilyat yog' hisobiga ozib bo'ladimi, imkoni bormi desangiz, yo'q. Men buni chesni sizga to'g'ridan to'g'ri ayta olaman, sizni dietolog sifatida. Organizmda bir oyda, ya'ni 30 kun mobaynida yog' hisobiga 6, 7, 5 har kimda har xil bu narsa tana vazni harakatidan kelib chiqib, shuncha ozilishi mumkin xolos. Lekin 3 kunda 6 kilogacha yog' hisobiga ozib bo'lmaydi. Kelinglar buni oddiy misolda tushuntirib o'tamiz. Xo'p, 1 kilo yog'ni olsak, masalan 6 kilo yog' degani bu katta narsa. 1 kilo yog'imiz 7700 kikalni tashkil qiladi. 6 kilo yog'imiz qizlar 46200 kikal bo'ladi. 46200. Va bizning organizmimiz agar har kuni kaloriya defitsitini hosil qilib bir kunda 2 kilodan ozaman desa agar 15600 kaloriya defitsit qilish kerak, ishlatish kerak. Tasavvur qiling, 15600 sizni tanaysiz. Siz bu degani men 45 minut agar siz begovoyda yoki ko'chada yursangiz, maksimum 400-500 kaloriya yo'qotasiz 1 soat davomida. Bir kunda 15600 kaloriya yo'qotish iloji yo'q. Organizm iloji bo'lmagani uchun 3 kunda 6 kilo yog' hisobiga ozib bo'lmaydi. Lekin sizni xursand qiladigan tomonim bor. Ya'ni bu xursand qiladiganimiz bizni organizmimizda ortiqcha yig'ilib qolgan ishlar va suvlar. Mana shular hisobiga inson haqiqatan bir kunda 1 kilodan 2 kilogacha ortiqcha suyuqlikni boshlanish paytida yo'qotsa bo'ladi. Buning iloji bor. Va bugun men sizga o'sha shishlar, semirishning asosiy sababi, stresslar bilan bog'liq va gormonal o'zgarish, xuddi mana shularni tushuntirib o'taman. Ya'ni birinchi darsimiz organizmda to'planib qolingan suyuqliklarni, suvlarni xalos bo'lish, ichaklarni yengillashtirish, energiya va kayfiyatni oshirishi mana shu challenge davomida o'rganasiz va eng muhimi yangi menni kashf qilasiz. Ya'ni yangi men deganda dietaga bo'lgan tushunchangiz ozgina pozitiv bo'ladi. Pozitiv. Siz voy men ovqat yemasam ozaman, stressga tushib ozaman yoki men vaznim qotib qolgan degan narsalarni bas qiling. Men sizga shunaqa etapdagi menyularni tuzib beraman Telegram kanalimda. Va siz bu menyularni bajarib, inshaalloh stressga qarshi ozasiz, stressga tushmasdan vazningiz qotib qolgan bo'lsa, uni bitida surib ham yuborasiz. Yoki-da to'y, tadbir, qanaqadir yaxshi ko'rgan ko'ylagingizga sig'ingiz kelyapti. Mana shularni tezkor amalga oshirish uchun ham shunaqa tezkor menyular ham beraman qizlar. Xo'p, modullarimiz aynan bu slaydda men sizga tushuntirib o'taman. Birinchi darsimiz, birinchi modulimiz bugun o'tadiganimiz nimaga semiramiz? Sabablarni bilib olamiz. Ikkinchisi, bizning gormonal o'zgarish sabablarimiz bor. Uchinchisi esa suv va shishlardagi muammolar. Qachon bizda nima hosil bo'lsa, qaysi kasallik bo'lsa, bizda shishlar, suvlar to'planib qoladi. Xatolarimiz. Bularni o'rganamiz. Hozirgi darsni
o'zida qizlar. Xo'p, demak boshladik. Birinchi o'rinda aytib o'tishim kerak, nimaga semiramiz? Sabablar ko'p. Sabab aslida ko'p. Semizlik bir umumiy bitta bir dona bo'ldi. Sen noto'g'ri ovqatlanding, semirding degan narsa emas. Aslida semizlikning keltirib chiqaradigan faktorlari ko'p. Va birinchi o'rinda men uyquni ham, stressni ham yoki noto'g'ri ovqatlanishni ham qo'ymayman qizlar. Sababi umri davomida ortiqcha vazn bilan kurashgan eng nima deydi, butun umr kurashgan ayollar bilan gaplashsangiz ham, umuman ortiqcha vazndan qiynalmagan ayollar bilan gaplashsangiz ham birinchi o'rinda tanasini tushunmaslik holati. Ya'ni semirishning asosiy sababi birinchi o'rinda genetika turadi. Genetika. Buni boshqa juda qoralashim mumkin, lekin men buni o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytibman. Ya'ni bizning organizmimizda eng so'nggi tadqiqotlarga asoslanib aytaman, semizlik genlari qanchalar ko'p ota yoki onadan o'tgan bo'lsa, farzand katta ehtimol bilan shu genlar orqali semirishga moyil bo'lib tug'iladi. Buni men tushuntiraman. Otadan 30%, ya'ni dadangiz, ammangiz, ota tomonidan qarindoshlaringiz ortiqcha vazn bo'lsa, masalan, har 100 ta odamdan 30 tasi o'sha avlodda dada tarafdan semizlik bilan kurashadigan odam bo'lib qoladi. Ya'ni ortiqcha vaznga ega bo'ladigan odam bo'ladi, moyilligi bor. Ona tarafda esa bu 70%. Agar sizda ikki tarafdan ham to'la xolalar, ammalar ikki tarafdan ham bo'lsa, katta ehtimol bilan siz ham qiynalasiz. Lekin ozg'inlik ham aslida genetikaga bog'liq. Ya'ni sizda ozg'inlik qachon bo'ladi? Agar oralaringizda farzandingiz juda ham ozg'in yoki opangiz juda ham ozg'in bo'lsa, demak sizni qoningizda, sizni avlodingizda ham xuddi shu semizlik genlari kam bo'lgani uchun u ortiqcha vazndan qiynalmaydi. Qonimizda umumiy hisobda tanamizda 200 ga yaqin semizlik genlari bor. Va kimdadir bu 180 ta, kimdadir 175 ta, har xil, hammada har xil son o'tadi. Va sizda qanchalar ko'p bo'lsa, siz semirishga shunchalar moyil bo'lasiz. Ozg'in odamda esa bu genlar past bo'ladi, ya'ni kam bo'ladi. Ayrim odamlarda umuman bo'lmaydi. Men ko'rganman 40 yoshda ham 45 kilo, 50 kilo bo'lib yuradigan ayollarni. Ular noto'g'ri ovqatlanmaydimi? Ovqatlanadi. Ular yaxshi uxlamaydimi? Balkim ular ham muammoli bo'ladi. Ular stressga tushmaydimi? Tushadi. Asosan genetika birinchi o'rinda turadi va lekin bu degani, men yana yechim berib o'tmoqchiman. Sizda semizlikka olib boruvchi genlar tanangizda ko'p bo'ldimi? Siz albatta mana bu slaydda ko'rsatilgan yo'nalishlarga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Ya'ni energiya balansi buzilishi oldini olishingiz, ratsionda haddan tashqari oqsillarni kamaytirib tashlab, shirinliklarni ko'paytirishingiz yoki da uyqu, stressga beriluvchanligingizga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Katta ehtimol bilan semizlik genlari ko'p bo'lgan odamlar o'zini tanasiga juda e'tiborli bo'lishi kerak. Ozgina to'lishni boshladimi, albatta kontrolni olishi. Yeyotgan pitaniyasini kaloriyasiga e'tiborli bo'lish kerak. Bu qaysidir ma'noda men ayta olaman, insonni tanasiga berayotgan vnimaniyasi. Chunki biz nima yesak, tanamiz o'shamiz. Musur ovqat yesangiz, tanangiz musur tashlaydigan joy bo'ladi. Shu uchun semizlik genetikasi bor bo'lgan, moyil manziliyat dadamda bor, ona tarafda bor. Endi men ozolmaymanmi deydigan ayollarga yechimim, siz uyquni to'g'irlab, pitaniyangizga e'tiborli bo'lib, harakatingizni joyiga qo'yib, albatta bu narsadan chiqib keta olasiz. Hozir men ayollarga umid bermoqchiman. Ya'ni bu umid. Inson tanasida qanchalik semizlik genetikasi ko'p bo'lsa, bu insonning immun tizimi shunchalar mustahkam va zaxirasi boyroq bo'ladi. Ya'ni ozg'in ayollarni farzand dunyoga keltirganda farzanddagi immuniteti o'tishi pastroq bo'ladi. To'lacha, yog' zaxirasi ko'proq bo'lgan ayollarda farzandida immun tizimi o'zida ham immun tizimi yuqoriroq bo'ladi. Chunki yog' bu faqat zarar emas. Bizning yog'imizda bizning immunitetlarimiz, bizning energiya manbayimiz, bizning bir qancha mineral va vitaminlarimiz zaxirasi to'plangan bo'ladi. Mana shu uchun oldindan aytib kelishgan, to'la baquvvat qizlarni olsang, senga shunaqa farzand, sog'lom farzand dunyoga keltirib beradi deb xalqimiz oldindan bu naqlni olib kelishmagan, shunaqa fikr bo'lgan. Bu to'g'ri. Bu to'g'ri. Inson qanchalar
gavda tomonidan yo semirishga moyillik tomoni bo'lsa, buni organizmidagi o'sha bo'linish, hujayralarning ko'payishi shunchalar tez va bu insonlar kasallikka unaqa ko'p tez chalinishmaydi. Ozg'in odamlarda esa bu nisbatan pastroq bo'ladi. Ya'ni immunitet, suyak kasalliklarining bir qanchasi, defisitlar ozg'in odamlarda semizlarga nisbatan ko'proq ham bo'ladi. Va afsuski, kiyim yarash tomonlama ham tanasida qomati o'ziga raso bo'lgan insonlar, masalan, o'ziga yarasha beli, o'ziga yarasha masalan bo'ksalari bor, ko'kraklari bor ayol qizlarimizga ozg'in ayol qizlardan ko'ra chiroyliroq ko'ylaklar ko'proq yarashadi. Bu bizning plyus tomonlarimiz va bizda yechim bor. Biz ozorlaymiz. Lekin semirmoqchi bo'lgan ayol qizlar, semirish qiyin bo'ladi qizlar. Ya'ni ular vazn olish uchun juda ham ko'p harakat qilishadi va siz ozmoqchi bo'lsangiz 3 kunda 3-4 kilo ozolaysiz harakat qilsangiz. Lekin semirmoqchi bo'lgan odamlar 3-4 kun yoki 1 oyda 4-5 kilolab semira olmaydi. Semirishi mumkin, faqat qorni chiqadi, bu yog'i ozg'in bo'lib turaveradi. U uchun fitnessga chiqishi, qo'shimcha proteinli ichishi, oqsillarni ko'paytirish, xullas uni juda ham ko'p etapi bor. Nagruzka bilan mashq qilishi, shunga o'xshagan semirmoqchi bo'lganlarning ham o'ziga yarasha dardi bor. Ozg'in bo'lib qolsaydim, nimaga men semizman, nimaga menda shunaqa degan narsalarni tushunchalarni yodingizdan chiqaring. Chunki bizga berilgan bu ne'matni plyus tomonlarini o'zimizga ko'rishimiz kerak. Biz davom etamiz. Birinchi sabablar albatta keltirib o'taman, nimaga semiramiz. Men boya genetikani tushuntirdim, endi ikkinchi o'rinda energiya balansi buzilishi. Ya'ni energiya balansi bu men doim tushuntiraman. Oddiy misol, bizning yeyotgan ovqatimiz, bizning harakatlarimizga nisbatan kaloriyasi ko'proq bo'lishi, bu haddan tashqari tanamizda ko'proq ovqat kirishi. Va ko'proq ovqat bo'lgandan keyin, o'shanga yarasha sarf bo'lmagandan keyin organizm ortiqcha ovqatni zaxiraga kelgusi olib qo'yishi. Mana shu energiya balansini albatta buzilishi deyiladi. Va bilasizlarmi, bizda energiya balansi buzilishda yeyotgan ovqatlarimiz, mahsulotlarimiz sifati ham e'tiborli bo'ladi. Masalan, siz ortiqcha ko'p miqdorda go'sht yesangiz, siz yog' yig'maysiz. Chunki go'sht bu protein, oqsil manbai hisoblanadi. Agar biz o'sha shirinlik, non, meva tarkibida qand bo'lgan, ya'ni uglevod bo'lgan mahsulotlarni ko'p miqdorda yesak, uglevod tarkibida, tez uglevodlar tarkibida uglerod birikmalari ko'p bo'ladi va ular bizning tanamizdagi yog' birikmalari, uglerod birikmalariga birlashadi va o'sha yog'ni chaqira boshlaydi. Shuning uchun siz ko'p ovqat yeyman deb o'zni pushaymon qildirib, o'zni bo'ldi men kam yeyishim kerak degan narsani miyangizdan chiqarib tashlang. Nima yeyotganingiz ham muhim bu yerda. Salat ko'proq miqdorda yeyish, bittagina kichkina mini burger yeyishdan ko'ra salat 2-3 tarelka bo'lsa ham burger beradigan zararni bizga bermaydi. Kichkina mini burger bo'lishi mumkin, u 500 kaloriya bo'lishi mumkin. 3 tarelka salat bo'lishi mumkin, u 200 kaloriya ham chiqmasligi mumkin. Albatta salat tarkibiga nima qo'shilganiga bog'liq. Mas oddiy sveji, masalan, rukollalardan, pomidor bodringdan tayyorlangan salatlarni aytayapman-da. Lekin mayonez bo'lsa, tarkibi yana yog' olib keluvchi mahsulotlar bo'lsa agar, o'sha biz salat yeb ham semirishimiz mumkin. Shu uchun yeyotgan ovqatimizni qancha miqdorda ekanligi, qanaqa sifatda ekanligi muhim. Agar biz tana ehtiyojidan ko'proq ovqat yesak va kamroq harakat qilsak, energiya balansi buziladi va bizda ortiqcha yog' to'plana boshlaydi. Ikkinchisi, tanaga kiradigan ortiqcha shakar va oq unlar. Ya'ni umuman oq mahsulotlardan tayyorlangan un, non, shirinliklar, shakar, haddan tashqari shirin bo'lgan mevalar, umuman tarkibida o'sha men boya aytganda uglevod ko'p bo'lgan mahsulotlar ham semirishning sababi bo'ladi. Keyingisi, ratsionda oqsilni yetishmovchilik, ya'ni past oqsil. Oqsil bilasizlar, bizani mushaklarimiz, terilarimiz, sochlarimiz, umuman tanani tikka turib qurilishdagi eng asosiy o'sha tanani quruvchi material hisoblanadi.
Agar ratsionimizda oqsil kamayib ketsa, mushaklar qisqara boshlaydi va mushaklarning o'rnini yog' to'qimalari egallay boshlaydi. Shuning uchun ratsionimizda oqsil bo'lishi kerak. Oqsil deganda bu men aytmayman sizga bor tovuq go'shti, baliq yoki-da men bu narsalarni yedim. Oqsil bor, bu loviyada bor. Oqsil barcha deyarli dukkakli mahsulotlarda, bir qancha sabzavotlarda juda ham ko'p. Hattoki go'shtdagi oqsil qizil loviyadagi oqsil bilan bir xil. 1 kilo go'sht qancha, qizil loviyani 1 kilosi qancha? Fasol deymiz. Biz izlasak agar nimada qancha oqsil borligini bilsak, arzon mahsulotlar oqsil manbai juda ham ko'p. Faqat mana shularni biz ratsionimizga kiritmaganimiz uchun sutli mahsulotlar, dukkakli mahsulotlar, go'sht va go'sht mahsulotlari kamayib ketgani hisobiga uni o'rniga shirin mevalar, unli mahsulotlar ko'payib ketgani hisobiga bizda tanada yog' balansi buziladi va biz semira boshlaymiz. Keyingisi uyqu. Uyqu va stress. O'z stress mavzusini psixologimiz bilan darsimizda ochib beramiz, lekin kam uxlagan inson tez semiradi. Oldin edi, voy qancha uxlasang semirasan, kamroq uxlaverib shishib ketding, shunga o'xshagan gaplar bor edi. Yo'q. Aslida inson kam harakat bo'lib, kam uyqu bo'lib semirishi mumkin. Chunki bu yerda uyqu bizani tanamizdagi eng asosiy vazifani bajarib beruvchi o'sha kechki 11 dan 3 gacha ishlab chiqaruvchi bir qancha asosiy gormonlarning faoliyati buzilishi bilan ham semirish yuzaga keladi. Chunki odam uyquda ozadi. Buni oldin men darsimda ko'p aytardim. Odam siz mashq qilganingizda ozmaysiz. Siz taroziga chiqqan, mana 1 soat mashq qildim, bo'ldi, taroziga chiqdim, 500 gram ketdi, bu siz prosta so'z ketadi. Asosiy yog'ni erish uchun mana gipofizdan bizani yog' erituvchi gormonlarimizga signal berish uchun biz uyquda bo'lishimiz kerak. Mana shu uchun uxlagan yaxshi ozadi. Kam uxladingizmi, stressga tushdingizmi, marhamat qiling, sizda gormonal o'zgarish va kam harakat bo'lsangiz ham xuddi shunaqa. Xo'p, gormonal semirishga o'tamiz. Qizlar, men qisqa va lo'nda qilib tushuntirib menyugacha olib boraman. To'g'ri, bilim olish kimgadir erish tuyular. Bu darsim ortiqcha vaznli insonlargagina yoqar yoki-da erinchoqlarga. Inson qancha semirsa shuncha erinchoq bo'ladi. Shuni ham aytib o'tish kerak. Yoqmas, lekin darsni oxirigacha ko'rsangiz, bilim olib siz ildizi bilan kurashasiz. Xo'p, gormonal semirishda bizani asosiy yog' to'plab ozolmay qolishimizga sababchi bo'ladigan gormonlar ro'yxati bor. Bu 6 xil gormon ro'yxati va bularni men sizga keltirib o'taman. Hali endokrinologimiz bunda uy sharoitida qanday qilib oldini olish haqida ham juda to'liq ma'lumotni beradilar. Xo'p, birinchi o'rinda insulin. Insulin gormoni haqida men yog' yig'uvchi gormon deb yozib qo'ydim, bekorga emas. Insulin gormoni shunaqa narsaki, bizani iste'mol qilayotgan ovqatimiz tarkibida boya aytdik, shakar, un, bir qancha mahsulotlarimiz. Keling boshdan tushuntiraman. Bir qancha mahsulot deganda qanaqa? Bitta olma misolida, unda vitamin alohida, mineral alohida, unda oqsil alohida, yog' alohida, uglevod alohida va kletchatka alohida bo'ladi. Tushuntira oldim. Bitta olmani o'zida biz uni kimyoviy tarkibini bir qancha qismlarga bo'lamiz. Shundan asosiy nutrient bu oqsil, yog' va uglevod. Asosiy. Mikro va makro elementlar bular chetda turadi. Xo'p, oqsil tanani qurilish materialiga ishlatilgani uchun ham me'yoridan ko'p iste'mol qilinsa deyarli yog'ga aylanmaydi. Xo'p, yog'. Agar yog' tarkibda, olma tarkibida emas, umumiy iste'mol ovqatdagi yog'lar ham tanada foydali yog' bor, foydasiz yog' bor. Agar foydali yog' bo'lsa, agar kaloriyasi oshib ketmasa, me'yor deyilsa semirtirmaydi. Lekin uglevod degan bitta nozik va odamlar ko'pincha ajrata olmaydigan mahsulot bor. Uglevod. Biza insulinni mana shu uglevod bilan bog'lab berishimiz kerak sizga, sizni detogingiz sifatida. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Bizani iste'mol qilayotgan ovqatimiz tarkibida любой ovqat, siz bitta somsa yedingiz, keling somsa misolida tushuntiraman. Somsaning tarkibida yog' alohida hisoblanadi, oqsil alohida hisoblanadi, uglevod alohida hisoblanadi. Va uglevodni o'zi ham ikki turga bo'linadi. Tez uglevod va sekin uglevod. Sekin uglevodga kiradigan mahsulotlar, masalan, loviyani tarkibida sekin uglevod, qora non tarkibida
sekin uglevod va bir qancha turdagi oziq-ovqatlarda ham sekin uglevodlar bor. Sutli mahsulotlarni juda ko'pida aslida, buni ham aytib o'tishim kerak. Va sekin uglevodlar organizmga kirgandan keyin, biz yeganimizdan keyin sekin hazm bo'ladi. Qondagi shakar miqdorini sekin ko'taradi, juda ham tez emas va organizm shunga mos ravishda oshqozon osti bezidan shunga mos ravishda insulin degan gormonni bizga keltirib beradi. Insulin nima qiladi bilasizlarmi? Biz iste'mol qilayotgan ovqatimizdagi uglevodni glyukozaga aylangan qismini hujayraga kirgizishga yordam beradi. Bu aslida ilmiyroq, to'g'risi buni lehki tushuntirishga harakat qilyapman. Ya'ni siz bitta misolda samolyotdan tushdik va o'zimiz bora olmaymiz aeroportda o'sha kuzatish maydonchasigacha. Bizga alohida kuzatish uchun bort kuzatuvchisini berishdi. Men o'zim samolyot yo'lovchisini deb uglevod deb aytsam, meni kuzatib qo'yish uchun insulin organizmga beradi. Chunki men bir o'zim hujayraga kira olmayman. Hujayra meni tanimaydi. Tipa aeroport meni bir o'zim o'tkazmaydi. Shunaqa deb tushuntirsam bo'ladi sizga. Va mana shu insulin qancha organizmda sekin uglevod kirsa, mana shu insulin sekin harakat qiladi va bu juda ham yaxshi. Judayam yaxshi organizmga nagruzka emas. Chunki insulin gormonni beradigan organ bu oshqozon osti bezi. Va oshqozon osti bezi insulinni qanchalar sekin, hujayraga kirish jarayoni sekinroq bo'lsa, shunchalar insulin yetkazib berishi unga yengil bo'ladi. Lekin biz yeyotgan somsa tarkibida tez uglevod bo'lsa-chi? Biz yeyotgan bir bo'lik tort tarkibida tez uglevod bo'lsa-chi? Tez uglevod tez hazm bo'lsa kerak deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q. Tez uglevod organizmga kirgandan keyin nonda bor, masalan mevalarda bor, shakarda bor, tortlaringizda bor, ko'chadagi pirojkingizda bor. Mana biz fast foodlar yeymiz, lavash, burgerlar, hammasi juda ham ko'pi tez uglevodlarga qurilgan mahsulotlardan tashkil topgan. Ular shunday yeysiz, qorningizni tez to'ydiradi. Bitta burger yeysiz, 3 tarelka salat yesangiz ham u burger yeganchalik to'yimlik bermaydi-da. Nimaga? Chunki u yerda tez uglevod bor. Va tez uglevod organizmga kirgandan keyin to'yimlik hissini tez beradi. Va afsuski, qondagi shakar miqdorini ham tez ko'tarishga harakat qiladi. Va organizm shunga yarasha tez insulin beradi. Bu yerdan siz maza qilib somsalarni, burgerlarni yeyapsizda, organizm kirgandan keyin oshqozon osti bezi unga yarasha insulinni beradi va oxir-oqibat bizda insulin ortib qoladi. Ya'ni qanaqa? Agar men bitta somsa yesam, uni tarkibida 100 ta uglevod bor desak, organizm bu hozir yana bizga nagruzka bilan yana beradi deb 100 ta uglevodga 150 ta, 200 tagacha insulin ishlab chiqaradi zaxirasi bilan. Va natijada nima bo'ladi bilasizmi? Tanada insulin bor, insulin gormoni bor, lekin organizmda hujayramizga nisbatan sezuvchanlik yo'q. Va oqibatda bizning tanamizda insulin rezistentlik kasalligi yuzaga keladi va afsuski bu qorin atrofida yog' yig'adi. Men insulin juda ham lehki tushuntirishga harakat qildim. Buni aslida ilmiy asoslar bilan tushuntirsa bo'lardi. Lekin insulin gormonni biz internetlardan juda ko'p eshitamiz, qanday ko'tarilishini asosli eshitmaganmiz. Shu uchun insulin gormonini albatta pasaytirish uchun ratsionimizga sekin uglevodlarni ko'proq kiritishimiz va insulinni ko'tarmaydigan mahsulotlarni yoki juda ham sekin ko'taradigan mahsulotlarni ko'proq kiritishimiz kerak. Va afsuski, hozir 3 ta semiz, 3 ta do'mboq ayoldan 2 tasida insulin rezistentlik bor. Afsuski. Oldini olish uchun yechimlarni hali endokrinologimiz aytadilar. Bu birinchisi, mana shu insulin gormoni biza qanchalik ko'p somsa, shirinliklar, pirojki, shunga o'xshagan pishavoy mahsulotlarni tez hazm bo'ladi deb yoki da tez to'yaman deb mashaq mahsulotlarni ko'p noto'g'ri ovqatlanishga olib boruvchilarni va qizlar aytib o'tishim kerak, gazli ichimliklar, rangli ichimliklar, shirin ichimliklar, bir qancha mevalar, banan masalan, u ham insulinni ko'taradi. Tarkibida shakar miqdori baland bo'lgan, shirin bo'lgan juda ko'p mevalar o'zi deyarli, menimcha 90% mevalar shunaqa.
yokida tarvuz, qovun, bular ham shirin. Bularni hammasi insulinni ko'taradi. Bularni yema deyish emas, insulinni ko'tarmaydigan qilib yeyish kerak. Masalan, tarvuz yedingizmi? 2-3 soat, 4 soat bu hazm bo'lguncha hech narsa yemaslik. Organizm o'sha yeyotgan tarvuzingizga mos bo'lgan insulinni berish kerak. Yoki olma yedingiz, 3-4 soat yana ana kichkina yeyotgan perekuschalaringizni olib tashlashingiz kerak. Biz hozir yedikmi 1 soatdan keyin nimadir yeymiz. Masalan, zvachka chaynadimi? Zvachka shirin. Zvachka chaynaganimizda bizda og'zimizda nimalar bor? So'lak bezlari ajab chiqariladi. So'lak bezlari ajab chiqarib biz uni yutamiz. Yutganimiz hisobiga oshqozon tayyorlanadi, ozuqa kelyapti deb. Semichka chaqamiz. Ko'pchilik be'tiborli bo'ladi. Siz semichkani 15 minut, 10 minut chaqmaysiz, yarim soat, 1 soat chaqadiganlar bor. Mana shu bizning kichkina odatchalarimiz, tez ovqatlanishimiz insulinni o'ynatishga sababchi bo'ladi va agar biz be'tiborli bo'lsak, qandli diabetda ikkinchi turi, ya'ni saharli diabetga ikkinchi tipga olib boradi. Bu hozir insulin gormoni semirishga asosiy sababi bu bir. Ikkinchisi leptin, to'yish gormoni. Leptin, to'yish gormoni grelin bilan oldinma-keyin yuradi. Men slaydda ko'rsatyapman. Ikkinchisi leptin, uchinchisi grelin. E'tibor bering. To'yish gormoni deganda bu siz ovqat yeganda bo'ldi, men to'ydim deyish kerak. Ochlik deganda siz qorningiz och qolganda bundoq qilib ochlikni his qilishingiz kerak. Oshqozoningizdan, "Voy, qornim och qoldi, ovqat yeyman" degan hissiyot bo'lish kerak. Va mana shu ikkita gormon uyquda eng zo'r ishlab chiqarib normaga keladigan gormon. Agar sizni uyqungiz yaxshi bo'lmasa, siz kam uxlasangiz, sizda to'yish gormoni leptin buziladi. Agar siz haddan tashqari uzoq muddat ochlik qilsangiz, dietalarni uzoq muddat qilsangiz, nagruzka bilan yemay bitta yesangiz, bizda grelin, ochlik gormoni buziladi. Xo'p, leptin qayerda ishlab chiqariladi? Leptin asosan gipofizda, grelin esa oshqozonda ishlab chiqariladigan gormon hisoblanadi. Oshqozon bo'shash hisobiga grelin yuqori bo'ladi, ya'ni och qoldim deydi. Oshqozon bo'sh bo'ldimi, biz och qolamiz va o'sha signal miyagacha kelish uchun grelin harakat qiladi. Bo'ldi deydi miyaga. Shunda qornimizdan miyagacha borish uchun signal kerak bizga. Men och qoldim degan. Mana shu signalni hissiyoti uchun biza me'yorida vaqtida ovqatlanishimiz kerak. O'sha nonushta qilmay, obed qilmay, kechqurunga borib bitta yeydigan ovqatlarda ko'pincha odamlarda grelin gormoni buzilgan bo'ladi. Xo'p, leptin, to'yish gormoni. To'yish gormoni bu yerimizda va aynan to'yish gormonimiz bo'ldi, men qornim to'ydi degan hissiyotni uyg'otish uchun biza yaxshi uxlashimiz kerak. Bu gormon zo'r ishlashi uchun va biza yeyotgan paytimizda bundoq qilib telefonlarga, televizor, kompyuter shunga o'xshagan narsalarga chalg'imasligimiz kerak. Chunki u paytda biz to'yimlik hissini bilmaymiz, his qilmay qo'yamiz. Signal kelayotgan bo'lsa ham bizning organizmimiz ana bu fokusimiz ketayotgan joyga bor e'tiborini qaratadi va signalga be'tiborli bo'ladi. Ovqatga qarab, uni mazza qilib his qilib, masalan, u sovuganda qanaqa, isiganda qanaqa, masalan, ovqat, masalan, mastavani men issiq paytda ichib ko'rgim keladi. Ba'zan sovuq bo'lsa shu mastavani yeyish qanaqa bo'ladi? Nonni bo'ktirib qo'ysam qanaqa ta'mi bo'lar ekan deb, o'sha ovqat yeyotganingizda mazza qilib, ovqat his qilib yeyish, har bitta guruchlarigacha o'sha bitta mastavanida go'shtlarigacha qanaqa topda pishganini his qilish uchun biza telefon va televizorlarga qarab ovqatlanmasligimiz kerak. Mana shu leptin shunda buziladi. To'g'ri, melish narsa. Melish be'tiborli bo'lib va etaveradi deyish. Mana shu kichik odatlarimiz, kichik qadamlarimiz katta ishlarga olib boradi. To'rtinchisi, stress gormoni. Bu albatta kortizol. Kortizol stress gormoni bizda har emotsiya o'ynagan paytda bo'lib o'tadi, buzilish boshlaydi. Ya'ni siz telefonga termasangiz ham, kimdirdan ozgina xafa bo'lsangiz ham yoki birdan quvonib ketsangiz ham, hattoki organizm stressga o'tkazishi mumkin, hattoki quvongan paytda ham. Mana shu kortizol hozir ijtimoiy tarmoqlar, muammolarimiz, tez maktab boring, tez bog'chaga olib boring, tez bolamni ovqatlantiring, ulgurmayapman. Voy, men bu mashinani oldim, menda yo'q. Voy, men buni qilishim kerak. Masalan, men o'zim stressda yurdim, challenge boshlagungacha. Ya'ni dars yozib olishim kerak.
menyu tuzib berishim kerak, ana jonli efirga tayyorlanishim kerak. Xullas, men ham emotsional stressda bo'ldim. Va katta ehtimol bilan menda ham kortizol darajasi ko'tarildi. Mana shu kortizol darajasi hozir juda ko'pchilikda baland. Kortizolni asosiy ishlab chiqariladigan organizmimizdagi joy bu buyrak usti bezi hisoblanadi va kortizol buzilgan juda ko'p insonlarda kuzatiladi. Tanasida suyuqlik ortadi, tana suv yig'adi. E'tibor bering, ayollar bo'lgani uchun aytibman, hayz davrida yoki klimaks davrida juda ko'p ayollar vazn olishadi. U sizga yog' emas, u ortiqcha suyuqlik. Chunki hayz paytida organizm kortizol yuqori pog'onada bo'ladi va o'sha paytda kortizol balandlik hisobiga organizm suvni zapas qilib oladi. Shunda taroziga chiqsangiz, o'zi 60 kilo bo'lsangiz, hayz paytida 60, 61, 62 ko'rsatadi go'zallar. Bu kortizolni pasaytirishning yo'llarini ham endokrinologimizdan albatta bilib olamiz. Xo'p, semirishga sababchi bo'ladigan gormonlardan yana bittasi bu albatta qalqonsimon bez gormonlari. Qalqonsimon bez gormoni o'zi umuman bizani metabolik jarayonimizni boshqaradigan organimiz, o'shanga yarasha gormon beradigan organimiz bu qalqonsimon bezimiz hisoblanadi qizlar. Ya'ni siz yeyotgan ovqatingiz, uxlashingiz, umuman organizmda bo'layotgan barcha bitta mashinaga shunday benzinni qo'yib, zavat qilib, yoqib, haydab borib to'xtagunizgacha siz energiya ishlatasiz mashinani. O'sha energiya hisobiga mashinani baloni aylanadi. Inson organi ham xuddi shunaqa. Hattoki uxlaganda ham energiya sarflaydi. Ya'ni yashaymiz, gapiramiz, jigarimiz masalan qon haydaydi, filtrlaydi, yuragimiz uryapti, buyraklarimiz suvni filtrlab beryapti. Har bitta organimiz o'ziga yarasha vazifalar bajarilyapti. Va mana shu bajarilish jarayonida organizmga nima kerak? Energiya kerak. Shu energiyani qanchalik tez borayotgani yoki sekin borayotgani qalqonsimon bez. Mana shu yerdagi nimamizga nima deydi? Qalqonsimon bez kapalakcha deylik, mayli. Men buni bo'yindagi kapalakcha deyman. Shu kichkinagina mittigina organchamizga bog'liq. Chunki u bizga kerakli bo'lgan gormonlarni beradi. Ko'pincha ishlab chiqarilishi sekin bo'lishi bizani semirishga olib boradi. Bu gipotireoz deyiladi. Ya'ni qalqonsimon bezda bir qancha gormonlarning yod yetishmovchilik hisobiga sekin, tanqis bo'lib ishlab chiqarilishi. Bunda biz albatta hazmimiz sekin bo'ladi, energiya yetib borishi sekin bo'ladi. Va afsuski O'zbekiston yod defitsit mamlakatda yashaymiz, o'zimiz joylashganmiz. Atrofimizda bizda yod, tabiiy yod yo'q. Shuning uchun qalqonsimon bezga albatta yodga boy bo'lgan mahsulotlar yeb, uni ozuqasini berishimiz kerak. Hech bo'lmaganda agar siz yaxshi ovqatlanmasangiz, yod preparatlarini o'z shifokoringiz yoki endokrinologingizdan ko'rib, qalqonsimon bezni ta'minlab turishingiz kerak. Masalan, haftada bir marta, hech bo'lmaganda bir haftada bir marta baliq yeydigan odamda yodga ehtiyoj ancha kam bo'ladi. Lekin mana shu qalqonsimon bez yod zaxirasini ola olmagandan keyin ishlash sekin bo'ladi va sekin bo'lgani hisobiga biz semira boshlaymiz. Bu asosan TTG, umumiy общий deylik, TTG gormonlari turi bo'ladi va siz bemalol TTG gormonlaringizni tekshirib ko'rishingiz mumkin. Tekshirganingizda TTG gormon normada bo'lsa, sizda hech qanaqa qalqonsimon bez bilan bog'liq bo'lgan muammo yo'q. Siz ozduruvchi doriga ham harakat qilishingiz yoki oshqozoningiz borib kestirishingiz ham shart bo'lmaydi. Ko'pchilik men gormondan semirganman deyishadi. Gormondan semirganda asosan mana bu gormonlar bo'ladi. Keyingisi jinsiy gormonlar. Jinsiy gormonlarimiz qachon buziladi? Qachonki biz hayz paytida bo'lsak, biz klimaks davrida bo'lsak, biz emiziklilik davrida bo'lsak va biz stressda bo'lsak, jinsiy gormonlarimizga kiradi estrogen, progesteron va testosteron gormonlari qizlar. Estrogen va progesteron darajasi ayollarda norma bo'lsa, qomati uncha-munchaga buzilmaydi. Bu tuxumdonlarda ishlab chiqariladigan gormon va hayz paytida yoki da stressdaman deb ko'p noto'g'ri ovqatlanish, qorin aylanasini haddan tashqari kattaligi bu gormonlarni kamayib ketishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni semizlik bu shunchaki bitta sabab bilan emasdek, ko'ryapsizmi? Insulin buzilyapti, semira boshlaymiz. Yo, insulin normada saqladik, jinsiy gormonlarimizda muammo bo'ldi. Unda ham semira boshlaymiz. Ko'rasizmi, mana shu 6 ta gormonga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Xo'p, asosan bu yerda analiz topshirishda qaysilarga topshirsak bo'ladi deyishingiz mumkin. Xo'p, birinchi o'rinda analiz topshirsangiz insulinga,
kortizolga, qalqonsimon bez gormonlari TTGning umumiysiga va jinsiy gormonlardan bu yerda faqatgina estrogenga topshirsangiz bo'ladi. Va qolgan gormonlar unaqa katta ahamiyatli emas. Masalan, qolgan gormon deganda leptin, grelin bizga unaqa kerak bo'lmaydi. Chunki leptin va grelin, masalan, men qornim och hozir. To'ys. Grelin darajasi yuqori chiqadi. Har 2-3 soatda o'zgaradi bu gormonlar. Shu uchun bu gormonlar unaqa ahamiyatli emas analizda. Lekin insulinimiz, kortizolimiz, qalqonsimon bez gormonlarimiz va estrogenimizni albatta biz analizda ko'rishimiz kerak. Xohlasangiz ertaga topshirib ko'ring. Analiz topshirganda siz bu 5 ta gormonni ertalab och qoringa yaxshi uxlab, chunki kortizolimiz bor. Masalan, men bugun soat 3 da uxladim, soat 7 da borib analiz topshira olmayman. Обязательно menda kortizol buzilgan chiqadi, organizm dabdala chiqadi. Yaxshi uxlab, yaxshi kayfiyatda bo'lib, ertalab uyg'onib, tishimiz yuvmasdan, suv ichmasdan och qoringa gormonlarimizni topshirsak bo'ladi. Menimcha bu gormonlarning hammasi maksimum 300 ming, 400 mingga borsa kerak. Ko'pchilik masalan kurslarga to'la o'qiganda 1 million, 1,5 millionlik analiz topshiradi. Asosiy kerak bo'lmaydi. Da biz ko'rishimiz mumkin, kam qonmizmi, ferritin darajamiz qanday, vitamin D larimiz qanday, bularni ko'rishimiz mumkin. Lekin bazaviy gormonlar shular. Bazaviy, qo'shimchasi ixtiyoriy. Qo'shimchasi ko'pincha marketing qizlar, chunki marketing deganda o'sha topshirishadi, laboratoriyalar bilan shartnoma qilishadi yoki har xil badlov o'tkazishadi yoki обязательно sizni shu maksimum semizlikdan qo'rqitishadi. Yo'q. Semirtiruvchi gormonlar ro'yxati shu. Agar analiz topshirsangiz, bazaviyni shularga topshirsangiz bo'ladi. Xo'p, oxirgi modulimiz suv va shish. Ya'ni semirish sababimiz yana bitta modulchasi tanada yog' emas, suv va shish hisobiga biz ob'yom beramiz, vazn qo'shamiz. Birinchi sabab, organizmda o'zi nimaga suyuqlik ushlanib qolinadi? Albatta ratsionda natriy ko'p, tuz ko'p. Ya'ni tuz bizning ratsionimizda qanchalar ko'p bo'lsa, organizm shu tuz, suv va tuz balansini organizmda norma qilish uchun albatta suyuqlik ushlaydi. Shu uchun bugun challengeimizda menyuni ko'rayotganingizda birinchi menyumiz express menyu hisoblanadi va unda tuz miqdori juda ham kamaytirilgan. Biz 3 kunda tanada asosan yog'ni eritib tashlay olmaymiz, muddat qisqa. Asosan yog' eritish bosqichigacha tanada ortiqcha suyuqliklarni ketkazishga harakat qilamiz. Shu uchun men menyuni kam tuzli mahsulotlar bilan tuzganman. Qancha sho'r mahsulot iste'mol qilsangiz, shunchalar sizni aynan tanangizda suyuqlik ko'p bo'ladi. Bu bilinadi baqbaqangizda, yuzlaringizda, yelkangizda, qorningizda, hamma joyingizda bilinadi. Suv yig'ilsa birday teri ostida yig'iladi. Teri ostida. Va siz suv tuz balansini to'g'irlash uchun yaxshi suyuqlik ichishni boshlaysiz va katta ehtimol bilan mana shu 3 kun davomida hojatxonaga ko'p qatnaysiz. Bu tabiiy, tanadan ortiqcha suyuqlik ketishi uchun u bitta joydan chiqib ketish kerak. U havo maskimdo qilib og'izni ochib chiqib ketadigan suyuqlik albatta hojat orqali qo'pol bo'lsa-da chiqib ketishi uchun biz boshlanishida ko'proq hojatxonaga qatnaymiz. Keyingisi noto'g'ri ichimliklar, ya'ni kunlik tanaga kerakli bo'ladigan suyuqliklar bor. Masalan, meni tanamning ehtiyoji bir kunda 1,5 litr, 1 litr, 2 litr havo issiq sovuqligiga qarab suv ichaman. Bu tanamning kunlik ehtiyoji. Men chanqaganimda toza suv ichishga harakat qilaman, lekin ko'pchilik tanani ehtiyojini qondirish maqsadida noto'g'ri ichimlik tanlaydi. Choy, gazirovka, soklar, shunga o'xshagan narsalar tanlaydi va tanada o'sha suv yig'iladi. Uchinchisi, buyrak va yurak sog'ligi. Nimaga men bu mavzuni kirgizdim? Dietologlar litr suv ichsa, litr suv ichsa, siz o'sha suvni ichasiz, lekin semira boshlaysiz yoki tanadan suv ketmaydi. Nimaga? Buni asosiy sababi tanada yondosh kasallik borligi. Ya'ni bu buyrak bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar bor paytda biz tanaga suv yig'amiz. Ikkinchisi, yurak bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar bo'lsa, biz tanada suyuqlik yig'amiz. Asosiy suyuqlik barmoqlarda va oyoqning tizida past qismida, to'piq va oyoq barmoqlarida yig'ila boshlaydi.
mana shu kasalliklarda. Agar siz suv ichyapman, lekin menda at yo'qlar, bundoq qo'lingizni bosib tursangiz, 3-4 gacha sanaysiz, bosib turganingizdan keyin, qo'lingizni olganingizdan keyin oq dog'lar qolsa, o'sha oq dog'lar qolgan joy, o'sha chuqurcha bo'lib qolsa, ko'pincha sizda atyoqlar shu kasallik tufayli bo'layotgan bo'ladi va siz albatta kardiologga, buyrak doktoriga ko'rsatishingiz kerak bo'ladi o'zi. Bu yondosh kasallik. Bu 100 ta odamdan 4-5 tasida uchraydi. Hammada uchramaydi, lekin men ichida oralaringizda agar shunaqa kasalligi bor insonlar bo'lsa, albatta buyrak va yurak sog'ligiga e'tiborli bo'lishlaringizni tavsiya qilaman. Va bu yerda уже navbatdagi slaydda men 3 kunlik menyu. Bu 3 kunlik menyuni men просто slayd ko'rinishida sizlarga ko'rsatdim va lekin bu menyuni hozir sharhlamoqchi emasman. Telegram kanalim qoldirilgan. Telegram kanalimga o'tsalaringiz, shu darsni berganimdan keyin men menyuni asoslab necha litr suv ichishingiz, qancha harakat qilishingiz, bu menyu kimlarga mumkin va navbatdagi menyu qanaqa bo'ladi? 3 kunlik, umumiy 6 kunlik menyuni Telegram kanalimga joylashtirib qo'yaman. Agar siz bizani YouTube orqali ko'rayotgan bo'lsangiz yoki Instagram orqali ko'rayotgan bo'lsangiz, go'zallarim, albatta Telegram kanalimizga o'tib, 3 kunlik menyumizni qo'lga kiritib, bajarishni boshlang va nimalarga e'tiborli bo'lish kerak kanalda ko'rsatganman. Bugun challengeimizning birinchi kuni va asosan semirishning sabablarini sizlar bilan o'rgandik. Bazaviy, eng poydevorda bo'ladigan, sizlar tushunishlaringiz mumkin bo'lgan tilda tushuntirishga harakat qildim. Semirishning asosiy sababi tub ildizi va uni yechish uchun shularga anti, ya'ni shularga qarshi harakat qilishingiz kerak. Ya'ni kam uyqulik semirtiradimi? Yaxshi uxlashga harakat qilishingiz. Ko'p stressga berilish semirtiradimi? Stressni kamaytirishingiz yoki noto'g'ri ovqatlanish semirtiryaptimi? Ovqatlanishni to'g'irlashingiz. Kam harakatlilik bo'lsa, harakatni ko'paytirish. Shunga o'xshagan anti narsalarni ko'proq kiritishingiz kerak. Telegram kanalimda qo'shimcha yana ma'lumotlarni, 3 kunlik menyuni va o'zimni vaznim, har kunlik yeyotgan ovqatimni qo'yib boryapman. Agar bu darsni kechroq ko'rsangiz ham, bu Telegram kanalimdagi menyular shu men bor ekanman, shu kanalni yuritar ekanman, o'shangacha saqlanadi. Maksimum 3 kunda biza eng kami 1,5 kilodan 6 kilogacha vazn tashlaydigan usullarni hammasini kiritganmiz. Bazaviy dars tugadi. Salomat bo'linglar. Ko'proq insonga yetib borish uchun izohlarda o'zingizni, fikringizni, balkim sizdan bir necha soniya talab qilar, like bosib qo'yishlaringizni xohlayman. Chunki men asosiy narsam aholimizni sog'lom turmush tarzi orqali hayot sifatini uzaytirish. 50 ga kiramizmi, 40 ga kiramizmi, 100 ga kiramizmi, peshonamizda borini ko'ramiz. Lekin o'sha Alloh bergan umrni sifatli, boshqalarga qaram bo'lmasdan, qanaqadir kasallikka qarshi kurashmasdan, apteka yugurmasdan o'tkazish uchun albatta xuddi shunaqa bilimlar bizga kerak. Detoks sizni ozdirmaydi. Detoks sizni ozishingizgacha bo'lgan faktorlarni asoslab beradi, yechimni beradi. Ozdiradigan ham, semirtiradigan ham aynan o'zisiz. Sizlarni yaxshi ko'raman, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.